Assalomu alaykum. Obunachilarimizdan kelgan savollarga javoblarni davom ettiramiz. Bitta obunachimiz yozibdilar. Men 28 yoshdaman. 4-daraja sut bezi saratoni tashxisi qo'yilgan. O'pkamga va suyaklarda metastaz bor. 11 kurs ximioterapiya oldim. Men ham tuzalarkanmanmi deb yozibdilar. Albatta, xudo xolasa tuzalasiz. Birinchi navbatda ruhiyatimizdagi men tuzalmayman degan narsani olib tashlashimiz kerak. Qolaversa, davolovchi vrachingizga yoki bizning klinikamizga kelsangiz, biz yordam beramiz. Chunki odatda 11 ta kursdan keyin solishtirish kerak. Lecheniy patomarfoz degan narsa bor. Elementar UZI qilib ham o'sha o'smaning hajmi kichrayaptimi? 3 kurs qilgandan keyin, 4 kurs qilgandan keyin odatda lecheniy patomarfoz qilib, immunogistexniya qilib, kerak bo'lsa повторный gistologiya qilib o'shani bizni qo'llayotgan ximioterapiyamiz qay darajada yordam beryapti, buni tekshirib turish kerak. Agar yordam bermasa, uni alternativ variantlarga almashtirish kerak. Shuning uchun birinchi navbatda chalg'ish kerak, rak tuzalmaydi degan. Chunki hamma kasallikning shifosini beramiz degan. Bu shuning uchun men tuzalmayman degan narsani miyamizdan chiqarish kerak, chalg'ish kerak, gimnastika, sport, boshqa narsalar bilan. Ikkinchidan, o'sha davolashda alternativ variantlarni qidirish kerak. Hujayra darajasida davolash bu kasalliklarga ham yordam beradi. Parallel biz target terapiya qilamiz, ximioterapiya, boshqa immunoterapiya davolash muolajalarini qilamiz. Shuning uchun bizning klinikamizga kelsangiz yordam beramiz. O'zi saraton kasalliklariga yordam beradim deb yozganda men ha deyman, chunki doskada tushuntiradigan bo'lsak, mana bu bizda o'sha saraton hujayrasi, saraton rak hujayrasi bu bezkontrolli bo'linadi. Kichik nezreli hujayralar o'sha qora bilan ko'rsatilgan. Bu atrofdagi atrofdagi sog'lom hujayralar. Chunki rak ham bitta hujayradan boshlanadi. Yondosh hujayralarda muhitni biz tozalaymiz. O'sha limfa sohasiga qilinadigan, teri ostiga qilinadigan mikroinyeksiyalar birinchidan o'sha limfa drenaj, mikrosirkulyatsiya yaxshilanadi va tabiiy limfositlar, T-killer hujayralarni kirishini ta'minlaydi. Shuning uchun bu metodika onkologik kasalliklarga ham alternativ qo'llasak bo'ladi va parallel target terapiya bilan birga olib borsak bo'ladi.